O'zbekiston xalq shoiri Mirtemir Tursuno'g'li 1910-yil 30-mayda Qozog'iston Respublikasi Turkiston shahrining Iqon qishlog'ida tug'ildi. Uning birinchi she'ri 1926-yilda Tanburim ovozi nomi bilan Yosh Leninchi ro'znomasida bosiladi. Shoirning Shu'lalar qo'ynida nomi birinchi chop kitobi esa 1928-yilda chop etilgan. Mirtemirning tarjimonlik san'ati ham tahsinga loyiqdir. Aleksandr Sergeyevich Pushkin she'rlarini va Rustam Aliyev Yo'lbars terisini yopilgan Pahlavon, Berdaq asarlari va qirg'iz xalq eposi ma'nosini ham tarjima qilgan. Men seni chag'alay Qirg'iziston maxtum quli to'yida onaginam qozog'im qaydadir buloq kabi she'rlari xalq do'stligini, quvonchini eng yaxshi asarlaridir. 1979-yilda Mirtemirga Tog'day tayanchim she'riy to'plami uchun Hamza nomidagi respublika davlat mukofoti berilgan. Mirtemir 1972-yilda vafot etgan.